Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun writing task program-imizni ko'ramiz. Sizlardagi muammolaringni task program yana ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Xo'p, bizda hozir bitta narsani topikni ko'chirib olishimiz kerak. Qayerda edi? Shuni ko'chirib olsak, keyin boshlasak bo'ladi. Pastroqqa tushamiz va bizga Asilbekdan topik olamiz task programimiz bo'yicha. Nima olsak? Topikimizni shu yerga qo'yamiz. Write a short event to your friend who is also in the club. Say, so what type of volunteering you would like to end and why you think it's important. Hop, bu yerda bitta narsa shuki, volunteering degan narsani yaxshiroq tushunishimiz kerak. Biz o'zbek tilida ehson degan narsa deydi. Ehson degan narsani yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Biz nima deyishimiz mumkin bu yerda? Ya'ni hop, aytadigan bo'lsak, misol uchun birortasi salom bilan boshlaysizda, qanaqadir loyihasi haqida qiziqib yozyapti. Toki o'zini loyihasi haqida qiziqib yozyapti, keyin o'sha o'zini loyihasini qanaqadir bir ko'ngilli bo'lib ishlashga juda ishtiyoqmand bo'lib kelishini. Aytaylik, uy hayvonlari haqida gapiraylik. Your friends is on the club. Clubda endi shuni klubda gapiryapti, uy hayvonlari haqida gapiradigan bo'lsak. Misol uchun, hi Sam bilan boshlaylik. Hi Sam, yerga qo'ydim, ularga tushdim. I am writing, bunaqa qilib yozishga odatlaninglar. I am writing to share my exciting plans. Exciting plans for our next project. Yani men keyingi projektim uchun navbatdagi qanaqadir loyihamiz haqida qiziqarli rejalarini bo'lishish uchun yozmoqdaman. Endi I'm eager deylik. I am eager to volunteer at the local animals at any shelter because it feels incredibly rewarding. Rewarding. Ya'ni biz nima deb yozdim bu yerda? Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni men qanaqadir mahalliy hayvonlar boshpanasida ko'ngilli bo'lib ishlashga juda ishtiyoqman. I'm writing to share my exciting plans for our next project. I am eager to volunteer. Juda ham ishtiyoqman at the local animals shelter. Ya'ni mahalliy hayvonlar eager bu ishtiyoqmand bo'lyapti. Intizorlik bilan rewarding. Ya'ni foydali deb bilyapti, demakda. It feels incredibly rewarding. Chunki bu juda katta ma'naviy qoniqish beradi. Qanaqadir bir menga o'zimga bir mas'uliyat beradi deb aytayapti-da. It feels incredibly rewarding degani, chunki bu juda ham katta ma'naviy qoniqish beradi deganda. Men mahalliy hayvonlar, ya'ni boshpanasida local animal shelter. Yani, I'm eager to volunteer at the local animal shelter. Boshpanasida. Ya'ni ularning mahalliy hayvonlarni boshpanasi uchun qanaqadir bu yordam berishga, ko'ngillilar bo'lib ishlashga tayyorman degan gap bo'lyapti. Endi supporting, ya'ni biz ilgari bu uchun qo'shimcha gap beramiz. Ya'ni endi nima deymiz? Supporting abandoned deylik. Abandoned pets is crucial deylik. Pets is crucial
crucial. Pets is crucial. Okay, crucial for community welfare. For community welfare. Hozir sizlarga nima yozganimni tushuntirib beraman. Ya'ni bu yerda tashlab ketilgan uy hayvonlarini desak, supporting abandoned pets is crucial for community welfare. Ya'ni uy hayvonlari tashlab ketilgan supporting abandoned pets degani tashlab ketilgan uy hayvonlarini qo'llab-quvvatlash degani. Supporting abandoned pets qo'llab-quvvatlash jamiyat farovonligi uchun, misol uchun crucial for community welfare, ya'ni community welfare albatta jamiyat farovonligi uchun juda ham bir muhim rol o'ynaydi deyapti. Tashlab ketilgan hayvonlarni qo'llab-quvvatlash. Ko'chadagi qanaqadir mushuk, itlarni tashlab ketish. Biz madaniyatimizda bu narsa yo'q, lekin Yevropa madaniyatlarida bu narsa aniq rol o'ynaydi. Endi keyin biz nima deyishimiz mumkin? Bu qanaqadir bir rahmdillikni rivojlantirish haqidagi bir narsadir endi. It's an amazing way to give back. Qanaqadir while developing ya'ni biz bu rahmdillikni rivojlantirish bilan birga deyish uchun nima deymiz? Birga while developing qara rahmdillik, compassion bo'lishi kerak. Compassion. Ya'ni bu rahmdillikni rivojlantirish bilan birga jamiyatga foyda keltirishni asosiy usulidir deyapti. Foyda kelishini asosiy usullaridan biri deb ketyapti. Asosiy ajoyib usul, ya'ni bu rahmdillikni rivojlantirish bilan birga qanaqadir jamiyatga foyda keltirishning asosiy usuli bo'lib kelyapti. What do you think? Nima deb o'ylaysan deb savol berib qo'ying. Best regards. Boshqacharoq narsa ham qo'yaylik. Chevi. Yaxshi. Hop. Endi bizda hozir tekshiryapti. Natijani ko'ramiz birgalikda. Okay. Endi biz nimalarda ishlatganimni hozir bu qator ko'rib beray sizlarga. Qaysi vokabulyarlardan foydalanganligim. Bitta eager bor. Eager bu ishtiyoqman. Eager. Keyin abandoned bilasizlar, crucial bilasizlar. Welfare bor. Welfare degani bu farovonlik degani. Yana give back bor. Give back mana jamiyatga foyda keltirish. Rahmdillik bor. Compassion. Rahmdillik. Yana hop, endi sizlar uchun yodlash uchun supporting vocabulary beraman. Supporting vocabulary. Ya'ni bular nima? Notijorat tashkilotlar bor, non-profit. Aynan shu topik uchun non-profit qanaqadir projectingiz uchun boshlash uchun non-profit ya'ni notijorat tashkilot. Okay, keyin mablag' yig'ish bor. Fundraiser bor. Ya'ni bir mablag' yig'ish.
loyiqish, ya'ni sinonim sifatida charity bo'ladi. Charity. Biz jamiyat charity. Hop, keyingisi commitment bor. Majburiyatlar bo'ladi. Commitment. Commitment degani majburiyatlar. Majburiyatlar, sadoqat degani. Misol uchun bizga dedication sinonim bo'ladi. Dedication yoki obligation. Obligationlar. Ya'ni mana shu so'zlarimizga. Commitmentga mana shu narsalarni bunaqa qilib bosib ketsak yaxshi bo'lar edi. To-do list qilib. Yana nima ishimiz mumkin? Commitment dedik. Hop, power misol uchun kuchli fe'llarimiz bor. Fe'llarimiz dedicate bor. Dedicate. Ya'ni bu dedicate, ya'ni bag'ishlama degani. Bag'ishlama. O'zini qanaqadir narsaga bag'ishlama. Bizga devoid sinonim bo'ladi. Bu ham devoid, ya'ni bag'ishlama degani bildiradi. Imkoniyat bermoq. Empower bor. Empowerimiz imkoniyat bermoq. Imkoniyat bermoq. Va bunga sinonim sifatida biz enable so'z bo'ladi. Enable. Va targ'ib qilmoq, himoya qilmoq deganlar. Advocate bor. Advocate degani bu targ'ib qilmoq, himoya qilmoq. Nimani yozishimiz mumkin? Targ'ib qilmoq. Va biz bunga ya'ni support. Shunday collocationlar bor. Collocationlar sifatida mesela make a difference bor. Make a difference bor. Ijobiy o'zgarish bor. Ijobiy o'zgarish va have an impact desangiz bo'ladimi buni? Have an sinonim sifatida. Have an impact. Ya'ni sinonim sifatida shunisi bo'ladi. Hop, amaliy tajriba desangiz fraza sifatida hands on experience desangiz zo'r bo'ladi. Hands on experience. Amaliy tajriba. Ya'ni bunga sinonim sifatida nima olishimiz mumkin? Oddiy practical experiences bo'ladi. Ya'ni sizlarni murakkabroq so'zlarni yozishlikka undayapman-da. Ijtimoiy ta'sir bor, social impact. Bunga sinonim sifatida, ya'ni ijtimoiy ta'sir va community effect siz birodami? Community effect. Sinonim sifatida shuni oldik. Mana shu vokabulyarlarimizdan foydalanishlaring kerak bo'ladi. Endi biz javobimizni tekshiradigan bo'lsak, ha. Demak, tashlab yubordi. Nimaga bilganini bilmayman. Hozir ham qo'yib chiqamiz. Kevin. Oxirgi marta qayerda turdik? Xo'p, biz grammatik tarafdan ham bir qarab qo'yaylik. Bitta nimalarni qilyapman? Grammar sifatida bitta misol uchun gerundlardan masalan. Gerund as misol uchun gerund as a subject. Ya'ni subject sifatida ishlatyapmiz. Ya'ni bitta supporting abundance pets haqida gapdagi abundance pets. Ya'ni bu eskurishli gapida supporting so'zi feelning ayni shakli bo'lib otlashgan gerund deb bilinadi, bitta supporting. Aynan mana bu gapimiz. Hozir buni ko'radigan bo'lsak, bu yerdagi
aynan shu so'zimiz otlashib, ing berib gapni boshida kelyapti. Keyin gapni boshida kelyapti va bu gapning egasi bo'lib kelyapti. Ya'ni birorta ingliz tilida biror bir harakatni jarayon sifatida ifodalash uchun gerund ko'p ishlatiladi endi. Present continuous for misol uchun maqsad uchun hozirgi davomiy fe'llar bo'ladi-ku. I am writing to share. Bular present continuous sifatida ishlatilsa bo'laveradi. Adverb adjectivelar incredibly rewarding degan bor. Ya'ni misol uchun bizda maytda incredibly rewarding haqida yozdim. Qayerda yozdim? Incredibly rewarding. Aynan shu so'zimiz adjective bo'lib, ya'ni bu yerda birikmasida incredibly ravish, rewarding sifatning darajasini kuchaytirib beryapti-da. Ya'ni sifatning darajasini ravish bilan kuchaytirib beryapti. Very so'zdan qochib incredibly, extremely so'zlarni yaxshi yozsangiz, biz sal chiroyliroq chiqadi natija. Hali ham tekshiryapti ekan. Xo'p, demak biz mana shu so'zlarni mukammal o'rganishimiz kerak bo'layapti. Xo'p, mana natija 5 dan 5 berdi, dahshat, zo'r, xato yo'q. Buni men guruhga sizlar uchun tashlab qo'yaman. To'g'risi, ko'ramiz. Okay. Demak, tugatsak bo'ladi.